Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Demak, biz talaba taklif binoan gamingga chiqarishga qaror qildik. Demak, gamingga chiqaramiz va qisqa blo'nda obzor qilaman. Demak, mazamiz Toshkent shahar Malik Bozor Avos 9 do'kon. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazish xizmat bor. Undan tashqari bu pesh xizmat ham bor. Kanalga a'zo bo'lish esan chiqmasin. Chunki ko'p kishi qarayapmiz, ko'rsak 90% odamlar ko'ryapti, lekin a'zo bo'lmayapti. Siz ko'rsangiz, yana kimda ko'p kishi ko'rishga sababchi bo'lasiz. Shuning uchun a'zo qo'ying. Ketdik. Birinchimiz bu bonus zo'rna MSI plus MSI plus G86 deyiladi bu. i5 xullas i5 11 16 ga 512 ideal holat hamma joyi zo'r. Videokart RTX 3050 yoki 2050 bu 4 GB RTX videokartasi bor. Ekran bo'sh qidirgiz. Narxi $300. i5 11 zo'r narx. Ideal holatda bitta no tomoni bor. Bu tomondan chekkasi kichkina singan, lekin ishlashiga umuman ta'sir qilmaydi. Bonus so'z aslida. Bu umuman ishlashga ta'sir qilmaydi. Narxi $300. i5 11 RTX videokartali. Ideal, lekin usti qolgan joylar ideal holatda, batareyasi zo'r. Hali ham azob bo'lmangiz, uyatmasmi? Azob qo'ying kanalga. Narxi $300. Keyingimiz Lenovo Look. Bu ham ideal. Sassasi ideal holatda. Lenovo Look Ryzen 7 7000 seriya. Zavodskoy 24 apparatgasi bor, 1 terabayt SSD'si bor va 512 GB qo'shimcha SSD. Jami 1.5 TB SSD. Videokarta RTX 4060 videokarta. Narxi $700. Skidkada zo'r narx. Yangi turibdi Lenovo Look 4060 videokarta 8 GB. Keyingimiz Lenovo IdeaPad Ryzen 5 5600H prosessor, 16 GB apparatgasi bor. 512 GB SSD xotirasi bor. Videokarta RTX 3060 videokartasi bor. 3050 videokarta RTX ideal holatda IdeaPad Gaming bu narxi $410 beramiz. Zo'r narx gaming uchun. Bular hammasi AutoCAD 3D Max любой podesha qiladi. Keyingimiz Hesse degan notebookimiz yangi brenddan hisoblanadi. Core 5 10-avlod 16 GB apparatgasi bor. 16 GB apparatgasi bor. Ekran gaz bo'yicha qidirgiz. Videokarta RTX 3060. Narxi $400. Zo'r narx $400 ga. 3060 videokarta. Keyingisi bu Lenovo Legion. Lenovo Legion Ryzen 5 5500 56 H prosessor hisoblanadi. Bu 16 GB apparatgasi bor, 512 GB SSD xotirasi bor. Videokarta RTX 3050 Lenovo Legion narxi $450. Keyingi notebookimiz bu MSI Core i5 10-avlod 16 GB apparatgasi bor, 512 GB SSD xotira hamda 1 TB HD xotirasi ham bor. Bunda videokarta GTX 1650 4 GB videokartasi bor. Holat ideal holatda takim-ko'p hammasi bor. Azob qo'ying kanalga, hali ham esin chiqmagan kanalga azob qo'ying. Narxi nech pul? Narxi $330 beramiz. Bundan narx bozorda yo'q. Zo'r narx, ideal holatda. Keyingimiz Acer Nitro Ryzen 7 5000 seriyasi, ya'ni 5800H prosessor, 16 GB apparatgasi bor, 512 GB SSD xotirasi bor, videokarta RTX 3050 ham bor, 3060 ham bor. Narxi $520 dan beramiz. 3050 ga 520, 3060 520, 3050 ga 470 beramiz. Keyingimiz MSI Core i5 11-avlod 16 GB apparatgasi bor, 512 GB SSD xotirasi bor. Ekran dyumi 17 dyum, videokarta 1650 4 GB videokarta, narxi $410. Zo'r narx. Ideal holatda $410. Keyingi notebookimiz Acer Core i5 12-avlod 16 GB apparatgasi bor, 512 GB SSD xotirasi bor. Bunda videokarta RTX 2050 4 GB videokartasi bor. Bu narxi $430 beramiz. Yangi holatda garantiyasi bor. Keyingi notebookimiz Dell Core i5 11-avlod ideal holati 16 GB apparatgasi bor, 512 GB SSD xotirasi bor. Videokartasi RTX 3050, narxi $450. Yana ham kechda beramiz. Keyingi notebookimiz bu boyagi MSI. Xuddi shunaqa MSI Core i5 10-avlod 16 GB apparatgasi bor, 512 GB SSD xotirasi ham bor. Bunda videokarta GTX 1650 videokarta, ekrani tiniq, 60 Hz hisoblanadi. AutoCAD 3D Max hammasi tushadi. Narxi $330 beramiz.
Keyingimiz Asus TUF Asus TUF A17 sababi ekran dyumi 17 dyum bo'lgani uchun AutoCAD 3D Max'ga bemalol mos tushadi. Kattaroq ekran hisoblanadi. Ekran 1.4 GHz ekran. DDR5 16 GB operatikasi bor, 512 GB SSD xotirasi bor. Videokarta RTX 3060 ya'ni 6 GB lik 6 GB ideal holatda. Narxi 599 beramiz. 590 beramiz narxini. Zo'r narx, ideal holatda. Keyingi notebookimiz MSI bu ham xuddi shunday boyagiday i5 10 volt 16 GB 512 1 THz bor, 256 SSD ham bor. Ideal holatda. Buni narxi necha pul? Bu ham narxi shunaqa, xuddi shunaqa 330 beramiz. Ideal dokumentlari hammasi bor. Ikkinchi notebookimiz bu Lenovo Legionning 17 ligi kattarog'i Ryzen 5 5600 16 GB operatikasi bor, 512 GB SSD xotirasi bor. Videokarta GTX 1650 4 GB, lekin holati zo'r. Ko'pchilik Legion qiziq bo'ladi, kattaroq qiziq bo'ladi. Bu narxi 400 beramiz. Zo'r narx. Ideal holatda lekin. Hozir. Keyingi notebookimiz Victus Core i5 12-avlod 16 GB operatikasi bor, 512 GB SSD xotirasi bor. Videokarta RTX 4050 6 GB hisoblanadi. RTX 4050 bo'lgani uchun ancha yaxshiroq. Narxi ham kelishdi. Bu ham narxini 580 dollar deyapmiz, yana ham kelishtiramiz. Sababi ozroq ishlatilgan, lekin holati zo'r. i5 12 16 GB 512 RTX 4050 videokartalik. Keyin notebookimiz bu juda rosa ideal holatda iPad gaming. Juda holati zo'r. Stasionarsi bataryalar 110 turibdi. Ryzen 5 5600H prosessor 16 GB operatikasi bor, 512 GB SSD xotirasi ham bor. Videokarta RTX 3050. Buni narxi ham 430 dollar beramiz. Ideal holatda. Chunki videokarta RTX 3050 ular sal qimmatroq chiqadi. Va oxirgimiz Lenovo iPad gaming Ryzen 7 6000 seriya, bu ham DDR5 16 GB operatikasi bor, 512 GB SSD'si bor. Videokarta RTX 30 Ti videokarta, Lenovo iPad gaming yangi versiyasi. Narxi 480 dollar beramiz. Zo'r narx. Kimga agar mana shunaqa igro o'ynabda kimga qiziq bo'lsa, manzilimiz Toshkent shahar Malik O'zar Avos 9 do'konga qilib kelasiz. Narxlarni kelishib beramiz. Pastdagi telefon raqamiga telefon qilsang, undan ham telefon qilib batafsil tushuntiramiz. Biz o'zimizning kanalimiz bor, Notepro kanalimiz bor, Telegram kanalimiz, o'sha kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.